Agar men egningdagi kiyim o'zidan o'zi tikilib qolgan, uni hech kim tikmagan, u o'zini o'zi yaratgan desam, sen menga ishonmaysan. Demak, kiyiming o'zidan o'zi tikilib qolmagan bo'lsa, stakan o'zidan o'zi yasalib qolmagan bo'lsa, bu bino o'zidan o'zi bunyod bo'lmagan bo'lsa, u holda qanday qilib oy u yerda paydo bo'lib qoldi? Yulduzlar, Yupiter, Neptun, Mars, Quyosh qanday paydo bo'ldi? Tabiatchi qanday? Agar bularni kimdir hikmat bilan yaratgan bo'lmasa, albatta. Xullas, men bizlar imtihon qilinishimizga ishonaman. Shunday qilib men boksdan ketganimdan so'ng Alloh bilan yuzlanishga tayyorlanaman. Chunki istalgan payt men uchayotgan samolyot qulashi natijasida halok bo'lishim mumkin. Axir bu mamlakatda ba'zan samolyotlar falokatga uchrab turadi-ku. Axir har kuni odamlar o'lmaydimi? O'zimning do'zaxga tushishim va u yerda abadiy kuyib yonishimni tasavvur qilish shunchalar dahshatliki. Men hozir o'zim